Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum tuğanlar, bugün 19 fevral 2025 yıl Noqat Aral mal bazarındayız. Sizlerge buyursa uşul qozulu qoy, soluqtar, qochqorlarni tartib chiqaramiz. Birden like basыңыздар, kommentariyga oy fikir qoldirib dostlar bilan bölüşüp olsa buyursa sizlerge qiziqli videolar chiqarib turadi. Uşul bizim Baykeji YouTube kanalına qattalыңыздар. Sizlerge her daim şunday faydalı, qiziqli videolarni chiqarib turamiz. Reklama boyunca bizge qayrilsаңыздар болады. Biz nomerlerdi ekran betine qaldırabız. Buyursa бар жерге барып тартқанға даярбыз иншалла. Бұлар қошқарлар екен, а толка? Ассаламу алейкум, кімден екен? Қаншадан пұлдар екен? 25 мыңдан. Қанша атыш пұлдар екен? Озы, 8 айлық. Озылар бұл 8 айлық. Қошқарлар екен бұлар, бардығы. Qo'chqor erkek urg'atchi allaştırı tatoraz qozulu qo'y. 13 ming bergan ekan 500 so'm. Qanchadan ekan aka? Ular 15 dan kam bo'ladi. 15 mingdan. 15 dan kam bo'ladi. Qo'chqor bardigi. Qanchadan suradi? Har xil so'radi. 54 gacha jetdi. Ketgan deydi. Aha. Sodamiz bersin aka. Yayın mana urmatda olib 5 so'm berib qo'ydim. Qancha suradi? 13,5. 13,5. Berib Qo'chqor bular? ber, kuchaylar ber. Urg'achi u, ha, urg'achi. Qanchadan ekan aka pullari? 14 mingdan. Qo'chqor bo'ja urg'achi u? Yo'q, erkak, ha? Qanchadan suradi? 12,5, 13 shunday suradi. Sodamiz bersin aka, yaxshi sotib olinglar. Qancha verdingiz ava? 2,5 ming bo'ldi. Qancha deydi? 27 ming. Ma qo'zlu qancha? Menda bu qo'zlu emas, qo'zlu qo'y, nariq, bu qo'chqor. Ha, bu yoqdanmi? Sizdan da ular aka? Bizdan bular 22 ming kamovarda o'tadi. Buna ola. Bu qancha tish? Tishim bilmayman. Bu qo'zi urg'achi erkakmi? Urg'achi. Urg'achi. Qancha suradi aka bag'ildi u? Bag'ili suvda 18 beradi. 18 ming. Qo'ldangiz bersin aka. Aha. Xalas urg'achi. Wow, qo'ldangiz bersin aka. Qo'z cho'yib qolib turgan suralchi. Bular qancha ekan puli? 28. 28. Qo'zi urg'achi erkakmi? Urg'achi qo'zi. Urg'achi. Bu qancha tish, qanchani tug'an? Bu 6 tishmi 8 tish shunday. 4-3 bolasi ya. 4-qo'zi deydi. Qancha suradi aka? Va berdi, qancha berdi? Bu har qanday oldi. 24,5 ming berib aytdim. 24,5 ming ha. Biroq cho'yib, bolasi cho'yib qolib tur. Ular qanchadan? 16 ming, narxi 18 ming. Bu 18 ming. Qancha suradi aka shularga? Har qanday oldi. Sodamiz bersin aka. Qo'zlu qo'ygan. Qancha ekan qo'zlu? 25. Qo'zi urg'achi erkakmi? Urg'achi. Ha, ikki tishmi bu? 4 tish. Qancha suradi aka? Va berdimi? Ber chiqim, ber qolma. Qancha berdi aka? Bana aytavering. Ber. Yo'q, menga ber, odamdan aytganim bo'laver. Qaysini qancha suradingiz? Tur o'tasini. Ona 3. 31 ming. 31 ming. Naqshlar ekan, bu ko'chqor ekan. Bor bular. Buna balani ham tortib qo'y. Soliq qo'ylar ha? Soliqlar bu, bordimi? Soliq. Aha. Naboz. Naboz bu. Naboz, naboz. Aha. Buni ham Naboz. O'zim tortib qo'ydim. Ketib qoldi u?
Жетip olsa bering onda. ber. Qo'shmas. So'zingizlar bersin, yaxshi sotib olingizlar. Shu meni ham keltirasizlar. O'sha pul qancha ekan? 30 kam var. Pul qaysi yilning yenesi? Nima bu? Pul urg'och erkakmi qo'zi? Qo'chqor. Qancha tish aka pul? 6 tish. 6 tish. Qancha so'radi aka? Baho berdi? 25. 25. Pul qancha ekan aka? 15. 12,5. Ha, 12,5 so'rab turishdi. Qo'zangiz bersin aka, yaxshi sotib oling. Na qo'zli qo'ylar turadi-chi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, qanday? Yaxshi ko'ringlar. Yaxshilarmi? Qancha ekan aka bular pullari? 30 dan da o'tamiz. 30 mingdan, ha? Qo'zlar urg'ochi erkakmi? Bir erkek, biri urg'ochi. Bir erkak, biri urg'ochi. Qaranqi erkek. O nolcha? Qizil erkek, Pulcha? urg'ochi. Urg'ochi. Qancha tish qo'ylar bular? 6 tish qo'ylar. 6 tish qo'ylar, ha? Qanchadan so'radi aka? 50 so'rash o'ta teklolik. Ha, ma'lukon 50 mingmi? Bu qancha? Bunga 20 so'radi. Qo'zlarning quyrug'i bunal yaxshi ekan. So'zangiz bersin aka, yaxshi sotib oling aka. So'dan o'ta qizigan yerlari. Otaver men onu ketsem, otayam topoldu. Qaysini qanchaga baho otasizlar? Türkiye koydum neyse doğumuna boya kuvarıp. Şuna var. Bizda unday emas aka. Ya ondan sonra. Ya ondan emas de bir şey var. Qo'zlar urg'och erkakmi? Ya adamlarda bu. Yo'q, qo'zlar urg'och erkakmi? Erkak. Qancha tish? Qari. Jash biri qari. Biri yosh, biri qari. Jetib qoldi-ku? Baho jetib qoldi-ku? Oshib ketdi. Bu yal verir. Meni faiz gördün tortu olat. Armiyada de çıkan. Yaxshi odam bunday chiqib o'radi-da yutib qo'y. Bugun ham chiyib qolasan-da. Sodangizlarni bersin, tutib olingizlar, esaman. Yaxshi. Assalomu alaykum. Kimdan ekan qo'ylar? Ha, o yoqda ekan. Echkilarda qo'shib qo'yildi. Bu echki, nima bo'g'di xeta? Qisir bu. Pul qancha? 18. 18. Qancha so'radi o? Bozor so'radi. Qancha berdi o? Qancha ekan o pullari? Balası var bunu. Ha, bundan uloq bormi? Ha, u yoqqa ketib qoldi turg'ol. Daydib. Qancha bular? 15 eledi o tamam. 15. Bularni 15 bulcha. Ulagı menen, ulam 15. Ne oldu va? Bularning jashi qanchadan? Yaş ele, buna sen yaş. Jashi o'tib qoldi, ha? Nima ul uloqlar erkak purg'achi u? Erkek. Bunaga 15 gün oldu, bunaga 4 gün oldu to'g'an. Ha. Uloqlar erkak. Uloq ham erkek, buniki ham erkek. Qancha so'radi o? Juğuna bağıldı-ku? Ko'ni girer menen biro chigirmadi. 20. Aha. Anandan biro 12 ham dedi. Yaxshi, sodangiz bersin ava, yaxshi sotib oling ava. Sodangiz bersin ava. Nomerini ayt. Pul qancha ekan? Puli Uloq 6000 da o'tamiz. 6000. Qancha so'radi? 13'er mi satıyoruz? 48. Aha, sodangiz bersin aka. Voy keldi ekan. Pul qancha ekan? Pul qancha? 15. Qancha so'radi? 8000 so'rabdi. 16. Süteçko sütü var. Bu 16000 ha? Aha. Bularchi? Var 6000, 7000. 6000, 7000. Qancha so'radi bundan süt vardı? Sırayla. Sodangiz bersin aka, ha? Qanday kanal deysin? Baykachi degan YouTube kanal. Baykachi? Ha, mana echkilarda mana shunday ekan. Baykachi degan. Baykachi. Mana shunday ekan tuğanlar.
Buyursa biz videomuzu uzun tutamiz. Assalomu alaykum. Bularning barcha qo'zlari bor deymi? 9 tane qo'zisi bor. Bitta onaniki yo'q, baylanti. Qanchadan bular? Qo'zli qo'ylar. 22 dan boshlab 30 minggacha. Qancha tish qo'ylar bular aka? 2 tish, 4 tish, 6 tish, 8 tish. Ikkitasi mana jash o'tgan buni. 8 tish. Qanchadan surashda suratavmi? Suroda 23 gacha, 23,5 gacha chiqdi. Monovi. Nomer qoldiramizmi? Qiziqqanlar chalib qo'yadi. Uyingizdan ham beraverasiz, turu. Nomer aytaver. 74 mingdan. 97 67 97. Bo'ldi aka, savdomiz bersin. Mana ko'rdingizlar, mana qo'zlardagi bayrog'i, bardigi yaxshi ekan, quyruqlari. Bilen. Enchiga yaxshi qo'ylar ekan. Tuğanlar bundan şimdi videomuzu jintiqtayız. Allah razı olsun bazınızlardan. Like, kommentarını unutmayın.